Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan do'stlar. Mana Boburjon akamiz ish boshlabdilar. Mana shu yerda mana kachelalarni sotishyapti. Kachelalarimiz 2.600 dan dastavka ichida qilib berishyapti ekan. Va mana so'rlarimiz 2 so'rlarimiz. So'rlarimiz 2.900.000 qilib berishyapti ekan. Mana biz o'zimizning katalarimizdan ham olib kelib berdik ukamizga. Kata so'rashyapti deyishgan uchun. Hozir endi bu tomonda mana yo'lli bo'yi sanatoriya ketish taraf. Yo'l u betida mana so'rlarimiz turibdi, hozir tomonga o'tib olamiz. Mana so'rlarimiz 3 ga 2,5 bo'lgan. 4,5 million bular narxlari dastavka ichida ekan. Mana ikkalasi lazerlik bir xil. Bunisi oddiy high-tech usulda bo'lgan. 4.200.000 qilib berishyapti ekan. Hop. Yana bitta so'rimiz bor. Mana tomlari bilan. Mana tom qismlari chiroyli qilib qo'yilgan. Mana suv ketadigan joylari. Bu yig'iladigan ekan. Mana yig'ib bir chekka olib qo'yishgan. 8.700.000 deyaptilar. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz ekranga. Narxlarni kelishib qolgan ma'lumotlarni gaplashaverasizlar.